Tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zgidromet 9 ta viloyat aholisini ogohlantirdi. Joriy yilning 28-iyun, 3-iyul kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xizmati ogohlantirish bilan chiqdi. Unga ko'ra tog'li joylarda Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand viloyati, Navoiy viloyati, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati hamda Andijon viloyatining tog'li hududlarida sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'rab qolamiz. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishiga olib kelishi mumkin. O'zingiz va oilangizni asrang.